Kiring savollarga kiring javoblar. Nega oshxonada choy ichiladi, choyxonada esa osh yeyiladi? Chunki oshxonada osh yo'q, choyxonada choy yo'q. Yo'q, men o'zbek tilini bilmayman, arabcha gapiryapman hozir. Til ishlatasizmi? Yo'q, hozir oyog'imdan video olyapman. Odammisiz? Yo'q, bilmasam, insondirman. Tovuqqa shokolad bersak, Kinder tug'adimi? Yo'q, Alpengol tug'adi. Birinchi soatni yasagan odam soatni qayerdan bilgan? Kecha men soatni aytib yubordim. Agar siz 10 yoshingizga qaytib qolsangiz nimani o'zgartirardingiz? Eski travmalarimni.